Xuddi mana shunday Spark, Cobalt, Gentra yoki Lacetti bo'ladimi, Onyx gacha bo'lgan har qanday turdagi GM avtomobillari hozirgi kecha kunduzda urfga kirgan eng ommabop avtomobillar hisoblanadi. Bu tabiiy holki unga bo'lgan aksessuar yoki bo'lmasa shunga o'xshash jihozlarni qimmat bo'lib ketishini keltirib chiqaradi. Mashinangizga chexol qo'yib, hech 6 oy ham yurmay asab bo'lib yurgan ko'kalarimiz bo'lsa, bu video aynan siz uchun bo'ladi. Xudo xolasa, video oxirigacha ko'ring. Batafsil narxlari bilan va jarayon bilan sizlarni tanishtiraman. Seximizda birinchi qo'l mahsulotlar o'zlari tomonidan ishlab chiqarilganligi evaziga bozorga nisbatan 3 barobargacha narxlari arzon, sifati esa undan yaxshi bo'lsa yaxshiki, yomon emas. Narxlar haqida batafsil ma'lumotni va sex qayerda joylashganligini bilish uchun shu sexning egasi Hasan akamizdan so'raymiz. Akamiz o'zi batafsil yaxshilab sizlarga tushuntirib beradigan umiddamiz. Alikantda so'rashuvdi, chiqarib berdik. Spark ekan. Ba'zi Gentra Nexus'larga 100 ming so'mdan chiqibdi. Bu menga jinsi kerak desa-da, jinsi mana tagi rezinkali. Xitoy motor qo'yilgan mana. Motor qo'yilgan. Cobaltga 85 ming, Gentra Nexus 3larga 80 mingdan chiqadi. Bundan ham arzonroq variant desa-da, tabiiy rezinka bo'ladi, u 70 mingdan chiqadi. Qora ko'k svetlardan bor. Xolos, mana Cobaltga Gentra Nexus 3larga 310 ming, 320 mingdan chiqadi. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar mana. Ranglari 330 mingdan chiqadi. Yo'q, undan ham yaxshiroq kerak desa-da, xuddi shatlanka mana bostirib qilingan original material 600 ming so'm chiqqan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Yonda rostchalamiz bor. Donasi 10 ming so'mdan hali ham aksiya bo'lyapti. Rezinkali, katta rezinka qo'yilgan. Kimga keraksa bemalol aytaveradi. Manzilda sizga yaxshilab tushuntirishga harakat qiladigan bo'lsa, Burgut svetofordan Beshkentga qarab o'tmaysiz va chapga burilasiz. MMA ustozi Botir aka Rahimovning sport zali bor, zal ro'parasida. Xudo xolasa ushbu seximiz joylashgan bo'ladi. Yana ham qulayroq chiqishi uchun pastdagi raqamlarga tezda telefon qilsangiz, xudo xolasa ustamizning o'zlari sizga lokasiya tashlab beradi. Xudo xolasa qiynalmasdan topib kelasiz degan umiddamiz.